Mana azizlar, hozir ko'rsatgan joyimdan ustiga chiqaman. Bog'larimiz toza bugun qo'yib turgan bog'larning nimasi bu yog'i mana tayyorlab qo'yganmiz zakazlarimizga. Mana bog'larimiz ishlab turishibdi. Xudoga shukr. Hammaga yetarlicha bo'lib mana ustiga chiqaman. Bemalol. Yana bir bor aytaman, shu zichligi qattiq bo'lsin mana. Aka, barmog'ingiz botmasin. Blokni olgan paytda barmoq botmasin. Ho'l bo'lgan paytda, qolipdan chiqqan paytning o'ziga zichligi qattiq bo'lsin. Buni quloqdan tortaversangiz agar yumshoq bo'laveradi, arzon chiqadi. Arzon berishga harakat qiladi. Bu aka narsa nam olgan payti yana qaytib o'z holiga keladi, yumshoqligicha qoladi. Hayoti uni shu bo'ladi. U hech qachon qotmaydi akajon. Mana bu narsalar bir marta qotsa, shu bilan bemalol devoringizga betonda qotib qoladi. Mana barmog'ingiz botmaydi akajon. Sveji qo'yib turgan narsa.